Nega ba'zi odamlar boy, boshqalar esa butun umr kambag'al? Agar men sizlarga boy bo'lishning ilmiy formulasi bor desam, ishonasizmi? Bugun sizga Napoleon Hillning eng mashhur asarlaridan biri O'yla va boy bo'l kitobini mazmunini yoritib beraman. Ushbu kitob 500 dan ortiq milliarderlar tomonidan qo'llanilgan muvaffaqiyat formulalarini o'z ichiga oladi. Bu shunchaki moliyaviy erkinlik haqidagi kitob emas, balki har qanday orzuga erishish formulasi haqida. Napoleon Hill 20 yil davomida dunyoning eng muvaffaqiyatli insonlarini, jumladan Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie kabi afsonaga aylangan shaxslarning hayotini o'rganib, ularning muvaffaqiyat siri nimada ekanligini aniqladi. Natijada Napoleon Hill 13 ta oltin qoidani ishlab chiqdi. Bu qoidalar har qanday insonni muvaffaqiyat va boylikka olib borishi mumkin. Boylik bu pul emas, bu fikrlash tarzi. O'yla va boy bo'l inson fikrlarini boylikka yo'naltirish, maqsadga erishish uchun har qanday psixologik to'sqinliklarni yengish va haqiqiy moliyaviy muvaffaqiyatga erishish yo'lini ko'rsatadi. Agar siz katta yutuqlarga erishmoqchi bo'lsangiz, bu kitob sizga zarur bo'lgan asosiy yo'l xaritasidir. Kitob odamlarni boy yoki kambag'al qilib ajratmaydi. Farq shundaki, ba'zi odamlar to'g'ri yo'ldan yuradi, ba'zilar esa faqat kutadi. Haqiqiy muvaffaqiyatga erishish uchun faqat yaxshi biznes g'oyasi yetarli emas. Sizning tafakkuringiz sizni yo oldinga yetaklaydi yoki ortga tortadi. Shunday bir formula borki, uni bilgan odamlar moliyaviy mustaqillikka erishgan. Bu formula o'yla va boy bo'l tamoyillarida yashiringan. Tasavvur qiling, 10 yildan keyin o'zingizni qanday ko'rasiz? Hali ham imkoniyat izlayapsizmi yoki allaqachon muvaffaqiyat cho'qqisidamisiz? Bu savolga javob berishingizdan qat'iy nazar, o'zingizga beradigan eng muhim savol shu: bugun nimadan boshlayman? Napoleon Hill 20 yil davomida eng muvaffaqiyatli insonlarning yo'lini o'rgandi va ularning sirini bizga yetkazdi. Bu sirni bilgan insonlar tarixda o'z nomini qoldirdi. Siz ham o'z yo'lingizni tanlashga tayyormisiz? O'yla va boy bo'l. Bu shunchaki kitob emas. Bu sizning moliyaviy mustaqilligingiz sari yo'l. Siz ushbu yo'ldan qadam tashlashga tayyormisiz?